Salom do'stlar. Bugun Minecraftning sizga skini yoqmasa, sizlarga eng ajoyib o'zingizdan skin yaratishingiz mumkin. U uchun menga obuna bo'ling va like tugmasini bosib qo'ying. Ro'qchani esa yoqib qo'ying. Hammasini qilgan bo'lsangiz rahmat. Kim like tugmasini bosmasa, obuna bo'lmasa, o'sha meker bo'lsin. Bo'ldi, men sizlarga birinchi Google'dan kiramiz. Google'dan Minecraft Skin Studio deb mana birinchisi Minecraft Skin Studio deymiz, kiramiz. Keyin mana bu Skin Editor 3D for Minecraft deysizlar, tashlavorasizlar. Tashlaganlaringizdan keyin kirasizlar ichiga. Keyin qalamcha hamma narsasi bo'ladi unga. Shuni qilib bo'lganlaringizdan keyin Minecraftlaringizga tashlaysizlar skinni. Va перезагрузка qiladi, o'sha o'zingiz yaratgan skinda boshqalar ko'rinadi. Hozircha men buni ishlov qilyapman, o'zimga yangi skin tayyorlayapman. Antiqa iltimos menga obuna bo'linglar, yaqinda 50 ta beramiz va jonli efir chiqarishga yordam beringlar. Men videoni xayrlashdim. Sizlar bilan Rio bilan. Xayr, sog' bo'linglar.